hörmətli anlıqçılar, yazğıcı Habibulla Ablametning mərhum liderimiz Məsud Sabiri Bayquzining ömür musafisiga bag'ishlab yozgan Məsud Apandi nomli tarixiy romanni anglitishni boshlaymiz. Ovozda Hur qiz Baytash. İsa Beyning og'zidan Maqsud muhitining qat'iy ravishda aytgan nidolarini anglagan, so'rindikilar orasida o'ltirgan Jirjiz hoji hayajon ilkida o'zini tutolmay oldirabla so'z elib mundoq dedi. Gerçi men Maqsud muhitini ko'rib boqmagan bo'lsam-mu, sizlarning tarifinglardan va qalbimning talpinishidan shundoq hukm chiqarmanki, bu muhtaram zot muvaffaqiyat qozongan bir savdogar. İlg'or bir ma'rifatchi bo'lib qolmasdan balki yana bir inqilobchi ekan. Kim Qumul inqilobiga bosh bo'lgan Xo'janiyaz hoji haqiqatan jasur ruhga ega va chidam, g'ayratga ega faoliyatchan bahodir azamat ekan. Mundaq bir vaziyatda qandoqli bo'lmasin, Qumul dehqonlar inqilobini qo'llashimiz lozim. Agar shu topning o'zida qo'limda 300 tal qurol bo'ladigan bo'lsa, 300 odamni qurollantirib inqilob qilgan bo'lardim. Ammo men afsus, meningda ne 300 tal qurol, ne orqamdan mangadigan 300 odamim bo'lsin. Agar rostila shundoq bir inqilobni g'o'ljida elib boradigan bo'lsak, cho'qim Sovet ittifoqi qo'l tiqidi. Ruslar buningdan foydalanadi. Zaten foydalanyapti. Navbatda eng muhim masala Xitoylarni bu zamindan qo'g'lab chiqarish. Magar Xitoyni bu zamindan mangu yo'qotadigan ish bo'lsa, yelg'o Ruslarkan, shayton bo'lsa-mu ittifoq tuzgan bo'lardim. Jirjiz hoji bu so'zlarni aytayotganda, uning o'ziga yarashtirib qo'yib olgan qisqa chora soqollari titrab, o'ri ko'zlari ko'z uvusidan chochirab chiqib ketadigandek chaqnab ketgan edi. Bu chaqda Jirjiz hojining yanida o'ltirgan Məsud Apandi so'z elib mundoq dedi. Biz unda kesibla Ruslarga ishonishdan nazar aylashimiz kerak. Tarixdagi tajriba saboqlar shuni ro'shan ravishda ko'rsatib turibdi-ki, Ruslar hech bir zaman biz turklarning foydasiga ish qilgan emas. Yiroqdagi ishlarni bir chetga qayrib qo'yib turib, o'zimizning yurtidagi ishlarga bir nazar ko'zimizni tashlaydigan bo'lsak, 1865-yillari G'o'ljida Manju mustamchiliklariga qarshi inqilob g'alaba qilib, Ili sultonligi qurildi. Ammo oradan 6 yil o'tmay Ruslar yurtimizga besib kirib, Ili sultonligini yemirib tashladi. Keyin nim bo'ldi? Hammamizga ayonki, o'zlarining manfaatlari uchun yurtimizni qo'sh-qo'llab, oltin tovoqqa silib, Manjularga sunib berdi. Buning bilan Ili xalqi ham Ruslarning, ham Manjularning qonliq qirg'in qilishiga uchrab, Ili diyorida Uyg'urlar shalanglab ketdi. Mana bugungi kunga kelganda, mundoq bir tragediyani yana takrorlanmaydi deb kim ayta oladi? Kim shundoq bo'ladigan bo'lsa, yana bizning to'kkan qonlarimiz, kesilgan boshlarimiz bekorga ketmamdi. Mana bu masalaning bir tarafi. Endi biz nazar doiramizni texmo kengaytib, G'arbiy Turkiston vaziyatiga qarab boqaylik. Navbatda hammamiz ro'shan bilib turibdimizki, G'arbiy Turkistonni ishg'oliyat ostiga olgan Rus kommunistlari G'arbiy Turkistondagi turk qarindoshlarimizga solmagan zulmi qolmayotdi. Hatto ularning diniy e'tiqodiga, til yiziqlariga, milliy urf-odatlarigacha aralashib, ularni butunlay assimilyatsiya qilish uchun bor kuchi bilan harakat qilyotdi. Millatchi ziyolilarni, diniy o'limalarni, boy savdogarlarni tutib sulab, etib o'ltiryotdi. Kommunistlar yolg'iz G'arbiy Turkiston xalqining dushmani bo'lib qolmay, butun dunyo xalqining o'rtoq dushmani. Oshiyalardan qochib kelgan nurg'un qarindoshlarimiz mana bizning yurtimizga qochib kelib panohlanyotdi. Biz Xitoylardan qutulamiz deb, uningdan cho'ng dushman bo'lgan kommunist Ruslarning qo'liga qolsak, u chaqda ko'rgan kunimiz hozirgidan battar bo'lishi mumkin. Navbatda bizning boshqa turadigan eng muhim ishimiz mushu ikki cho'ng kishining orasidagi tangponglikdan foydalanib,
o'zimizning mustaqilligini qo'lga keltirish. Agar biz haqiqatan har ikkilisiga dushman bo'lsak, o'ttirisida yonjilib tugaganimiz shu. Navbatda ruslar bizning zaminimizdan battarrak yer osti va usti boyliqlarimizga qiziqadigandek turadi. Bundaq bir vaziyatda bizning inqilobimizdan ruslar cho'qim foydalanib, o'zining necha vaqtdan beri payt kutib turib, oshirmoqchi bo'lgan maqsad va nishoniga yetishi mumkin. Mubada Jinshorin rostli bir kelishim hosil qilgan bo'lsa, ruslar o'zlari erishadigan manfaat uchun cho'qim askar kirgizib, bu inqilobni qonliq bostirdi. Balki Jinshorin mundaq bir kelishimni tuzish uchun Çin mərkəzi hökumətinin təsdiqini almayla öz beşiğə qarar elib tüzgən bo'lishi mumkin. Bununla çoxum Çin mərkəzi hökuməti qoşulmaydı. Dəl muşu vəcidən biz Jinshorin və Sovet İttifaqıdan bəttərrək Çin mərkəzi hökumətinin qollışını qolğa keltirəlisək və Çin mərkəzi hökumətinin Sovet İttifaqıga Jinshoringa bo'lgan narazılıqdan to'liq foydalana alsaq, qilgan inqilobimizning mevasiga osto'la ega bo'la olishimiz mumkin. Madamiki Sharqiy Turkiston tuproqlari haqiqatan Sovetlar ittifoqining qo'liga o'tib ketsa, voy holimizga. Halbuki ular ashaddiy kommunizm ideologiyasini asos qilgan bir davlat. Çin Kuomintang hukumati bo'lsa, Amerika boshchiligidagi demokratik tuzumga qarab yuzlanayotgan, Çin'de demokratik islohotni elib berishga tirishayotgan bir davlat. Agar biz tanlashga to'g'ri kelib qolsa, demokratik tuzumga moyil bo'lgan tarafni tanlab va shularga o'zimizning dardini anglatish orqali datta mustaqillik yo'liga qarab mangsoq bo'ladi. Albatta, Xo'janiyoz hojining inqilobini barliq kuchimiz bilan mutlaq qo'llaymiz. İnşallah bu inqilob bizga nusrat akilib, o'z egilik huquqimizni qo'lga keltirishga va'ji bo'lib qolg'ay. Lekin inqilob boshlanmay Sovet ittifoqining aralashganligi bu inqilobning oqibatining qandoq bo'lganligidan hozirli bishorat berib turibdi. Rost gapni qilsam, ichimga gumon tushdi. Yuqorida misolga olgan Ili sultonligining tragilik tarixi hargiz tasodifiy voqea emas. Onun ichki obyektiv arqa ko'rinishi bor. Ruslar hech bir zaman Sharqiy Turkiston zaminlaridagi turklarning bir mustaqil davlatining bo'lishini xohlamaydi. Xitoylar ham shundoq. Shu vajidan biz inqilobga tutish qilgan zaman ikki cho'ng kishining har vaqt birlashib olish ehtimolligining borligini nigohimizdan soqit qilmasligimiz kerak. Biz turklarning xarakteri g'arb millatlarininkidan ojiz emas. Bizmi ularga o'xshashla aql farosatlik va qaysarlik bilan ilgirlaydigan, ruhimizda bo'ri xuyi har zaman urg'ib turadigan millat. Xarakterimizdagi bu ortiqchilik bizning muvaffaqiyat qozonmasligimizda hal qilg'uch rol o'ynaydi. Ko'nilada tog' daryolarni yotkimak o'ng'ay, xuy mijozni yotkash tas deydigan so'z bor. Biz inqilob bo'lganda kuchlik dushmanimizga bo'ridek etilamiz. Qon kechib jang qilamiz. Ammo o'ljini qo'lga tushirganda qandoqdir bir taraf qilishni bilmay qarab turimizda, dal mushu chaqda qandoqdir birlari kelib aram qo'lga tushirgan o'ni ko'z oldimizda elib oladigan ahvol alak davom yuz berib kelyotdi. Mana bu qatimmo shundoq bir ahvolning yuz berishidan to'lima andisha qilaman. Darvaqa fursat kutib yotgan ovchi bizdan nachasi kuchlik. Gerçi bu yerda bizning xarakterimizdagi jasurlik muhim rol o'ynagan taqdirdimi, lekin atrofimizdagi muhitning ta'siri bizning siyosiy farosatimizni to'liq joriy qildirishimizga yo'l qo'ymaydi. Dal mushu sababdan atrofimizdagi siyosiy muhitni ko'zitishga alohida e'tibor berishni ko'zdan soqit qilmasligimiz lozim. Bo'lmasa do'st bilan dushmanni ayirmay, cho'ng savallikka yo'l qo'yganlikning vaji bilan fursatni yana qo'ldan berib qo'yib, barmoq tishlaydigan ish chiqadi. Qani, Eysabek, siz abay so'zingizda Jinshorinning Sovet ittifoqi bilan tuzgan kelishimining
ba'zi mazmunlaridan xabardor bo'ldim degandek so'zni qilgan edingiz. Shu kelishimning mazmuni to'g'risida bilganlaringizni biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz, mamnun bo'lgan bo'lardik. deb so'zni Isa bekka o'tkazib berdi va putlarini almashtirib, o'zini divan kresloning orqasiga tashlab turib, tartib qo'ydi. Qolganlarmi Isa bekning og'ziga qaradi. Jirjis hajimo ya oq, ya ko'k demay jimla turib qolgan edi. Isa bek bo'lsa, o'ltirgan joyidan oldi tarafga ozroq siljib turib, do'stlarining istaklariga mamnuniyat bilan javob berishni ixtiyor qilib mundoq dedi. Kelishimning har bir moddalarigacha aniq bir uchurga ega bo'lmagan bo'lsam-mo, ammo umumiy mazmunidan xabardor bo'ldim. Ya'ni ruslar Sharqiy Turkistonda erkin tijorat qilish va kon boyliqlarini erkin ichish to'g'risida nurg'un imtiyozlarga ega bo'lgan. Hatto o'z oldiga yerlik tijoratchilar bilan xohlagan shaklda tijorat qilish imtiyoziga erishibdimish. Navada ishning vaji mushundoq bo'ladigan bo'lsa, xalqimizning go'shini ustuxundan shilindigan yana bir qassob o'ttirg'i chiqdi degan gap. Men kommunistlarning G'arbiy Turkistondagi turk qarindoshlarimizga qandoq zo'ravonlik qilayotganligiga shohid bo'ldim. Shunga biz ruslarning Sharqiy Turkistonga o'z ta'sirini singdirishining oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Garchi hozir Qumulda inqilob portlab, Chinlar bilan bizning o'ttirmizda urush bo'layotgan bo'lsa-mo, bu urushning mevasini o'zadigan yanada ruslar bo'ladi. Ruslar necha vaqtdan buyon bundaq bir inqilobning Sharqiy Turkiston zaminlarida portlashini to'rt ko'zi bilan kutib kelganligi aniq. Endi ular bundaq bir fursatni hargiz qo'ldan berib qo'yishni xohlamaydi. Texi fursat bo'lib qolsa, ili diyoriga bostirib kirishdan yonmaydi. Mubada reallik mushu tarzida rivojlanadigan bo'lsa, ziyon tortadigan yanali biz bo'lamiz. Mushu vajidan bir amal qilib, Jinshorinning Sovet ittifoqi bilan yaqinlashishini to'sishimiz kerak. Navbatda bu kelishimni to'sadigan bir kuch bor deyilsa, u kuch Gomindang Nanjing hukumatidir. Jinshorinning Nanjing hukumatidan xabarsiz mundaq bir imtiyozni ruslarga berish haqqi yo'q. İsa bekning bu so'zlarini Mas'ud apandi tasdiqlab, to'g'ri aytdingiz. Bu deganlaringizga tamoman qo'shilaman, dedi. Endi bayotindan beri hech og'izni ochmay jim o'ltirgan Abdurahmon Shohidi savol nazarida İsa bekka qarab, inqilob qilmasak texi bo'lmagan. Qilsak natijasiga ega bo'lg'ini bo'lmagan. Hajabmi omadimiz qochgan bir millat ekanmiz. Millatdan omad qochsa, qo'lidagi oltinmi, misqa, go'harmi toshqa aylanib ketadigan gapkan. Bu qojpalak qachonmi bizning foydamiz uchun aylandiganda? Xayriyat. Sizcha bu ishlarni Nanjing hukumatiga yetkazib, o'zimizning fikr va talablarini ularga yetkazadigan bir hay'at avatishga bo'ladimi? Deb paytari yuzida nurlanib turgan ko'zini İsa bekka tikdi. İsa bek darhol bu imoni nigohiga ilib Abdurahmon Shohidiga qarab turib, to'g'ri aytdingiz. Albatta, Nanjing hukumati bu ishlardan to'liq xabardor bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin biz Sharqiy Turkiston xalqi nomidan bu tangdoshsiz shartnomaga o'z noroziligimizni bildirib, bir hay'at yoki odam avassak bo'ladi. Natijasining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar sinab boqqanning ziyni yo'q. Mushundoq qilib, oxiri bir chiqish yo'lini topamiz emasmi? dedi. Mas'ud apandi orqadan so'z elib. Agar biz bundoq qilsak, Jinshorin buni bir isyon hisoblaydi. Bu mayli. Bu ishning kori chog'liq. Lekin hozir yo'llar butunlay qamal qilingan. Qumul tarafning yo'li bilan u yoqlarga berish mumkin emas.
Agar İsa bəg Toshkentga qaytganda Sibiriya yo'li orqali xalqimizning mushu ko'nglini o'zingiz yetkizsangiz yaxshi bo'ladi. Uning ustiga ularning tilini siz yaxshi bilasiz. Birlariga arz aytganda eng yaxshisi shularning tili bilan arzini bayon aylaganga yetmaydi. Bundaq bo'lganda ishning unumi ko'riladi. Deb nima deydikin deganda qilib İsa bəkka sual nazarida qarab qo'ydi. İsa bəkmo gapning o'ranini darhol idroq qilib mundaq dedi. Aslida shunda qilgan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Lekin buningga konsulus yo'l qo'ymaydi. Men burun bir qitim Beyjonga borgan. Shu chaqdimi menga bu to'g'risida nurg'un ishlarni aytib qasam ichkizgan edi. Ammo u chaqdagi vaziyatga hozir o'xshamaydi. Navada rostilla shundoq bir fursat qo'limga kelsa, cho'qim shundoq qilaman. Ko'nglimgimi sizlar o'ylagandek o'ylarni pukib qo'ydim. Ya'ni, birinchi, bu kelishimni amaldan qoldirishga urinaman. Ikkinchi, Jenshourinni raislikdan elib tashlashni talab qilaman. Uchinchi, ya'ni eng muhimi Ruslarning Sharqiy Turkiston tuproqlariga kirishini to'sish uchun Nanjing hukumatidan Sharqiy Turkistonga mustaqillikka yaqinroq oliy muxtoriyat berishini talab qilaman. Va dastlabki qadamda o'sha nishonga yetish uchun barliq kuchim bilan tirishib kurash qilaman, dedi. İsa bəkning bu gaplaridan mamnun bo'lgan ko'pchilikning hammasi birdek rozi bo'lganligini bildirib, sizdan Alloh rozi bo'lsin deb bir ig'izdan mamnuniyatlarini bildirishdi. Bu chaqda Mesut apandi yana qo'shimcha qilib, Turkiyada cho'ng o'g'lim Erto'g'rul bilan birga 3 jiyanim o'qiyotgan edi. Yaqindan buyon ularga o'qish rasxoti avatish bakmi qiyinlashib ketdi. Chunki Turkiyaga berib keldigan savdogarlar butunlay to'xtadi. Buningga yana shu ruslar sababchi bo'ldi. Balalar toza iqtisoddan qiynalib chog'da Chinning Tianjin shahrida tijorat qilayotgan bir jiyanim ularni Tianjin shahridagi universitetga berib o'qishga maslahat beribdi. Shuning bilan ular Tianjinga ketdi. Onun ustiga Tianjinda har xil tijorat bilan shug'ullanayotgan nurg'un Uyg'ur boy savdogarlar bor ekan. Ular hozir o'zlarining bir tuqqanlarining yanida yetib qopib, xotirjam o'qiyotdi. Har holda ulardan xotirjam bo'lib qoldim. Agar rostilla Chin tarafga berib qolsangiz, o'g'lim va jiyanlarim bilan ko'rishib qo'yasiz, dedi. Bu chaqda Jirjis hojimo, Husayn bagmo, Abdurrahman Shohidimo İsa bəkning Chinga berib, Sharqiy Turkistonning umumiy ahvolini arz sifatida aytish qarorini qo'lladi va hammasi o'rtaq bir fikrga kelgan edi. Hatto ular bo'lsa tezroq yo'lga chiqadigan ishning amalini qilsangiz, agar iqtisodiy jihatdan yordamga ehtiyojingiz bo'lsa, tortinmay aytsangiz bo'ladi. Siz bu yo'lga atlanadiganlar bo'lsangiz, biz barliq chiqimni ko'tarishga tayyor degan gaplarni deyishgan bo'ldi. Bu suhbat bo'lib, oradan bir necha kun o'tgandan keyin İsa bək G'o'ljidan ayrilib, Olma-Ota orqali Toshkentga qarab yurib ketdi. G'o'lji xalqi yaxshi tilak umidlari bilan İsa bəkni uzitib qo'yib, yana turmushning ko'yiga tushdi. Kundalik hayotning halakchiligi bilan tipirlayotgan xalq bir tarafdan ruslar bostirib kelib, qonliq voqealar yuz beramo degan tashvish ichida yursa, yana bir tarafdan döva nomsiz qabrlarni orqasida qoldirib, qon kechib jang qilayotgan Qumul inqilobining oqibatining qandoq bo'layotganligini tingtinglash bilan kun sanab yashayotdi. Onun ustiga bu yil qishmo boshqa yillardagidan battarroq so'zilib, judulliq kunlarning oyig'i hech kesilmay ketyotdi. Ani shundoq kunlarning birida Mas'ud apandining shifoxonasiga beshiga pokvoy yog'liq ortgan, uchisiga nurga yoqiliq kulrang sokni palto kiygan, putiga chetik kaloch kiygan so'latlik bir yosh xonim yung adiyalga o'ralgan buvoqni tutgan peti kirib keldi.
Yosh xonimning pokvoy yog'liqining orqasidan chiqib turgan oppoq suzuk yuzi horg'in, ko'ngli intayin parokanda ko'rinadi. Xonimning orqasidan o'tir yoshdan sal-pal halqigan, o'zi qovul, qadi-qomati kelishgan, o'ziga yarashtirib qo'yib olgan burutlarini qirov bosgan, bir jup o'tkir ko'zida andisha agib turadigan, qora chiparxutdan tikilgan paxtaliq to'qilma yoqi chopinning biliga puti bog'lagan, beshiga qo'zi terisidan tikilgan yip-yangi yingisa to'miqi kiyib olgan bo'yliq bir kishimi billa kirgan edi. Mas'ud apandi shifoxonasiga oldirabla salom berib kirgan bu ikki yuchun musofirni ko'rib, darhol salomni ilik elib, o'rnidan turdi va ularni o'ltirishga buyurdi. Yazgıcı Habibulla Ablumitning Mas'ud Efendi nomli tarixiy romanini anlatışımız bugün mushu yergacha bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'linglar.